Qur'an We 21 Esir. Aptori Memetimin Hezret. 5. Allahning Düshmini Zulumdur. Allahning birli düşmeni bardır. O düşman zulumdur. Zalim, şerik, inkarçılar zulumdan ozuqlanğıcı parazitlardır. Qur'anda zulum sözü 300'den artıq yerde tilg'i elinadi. Zulum tarafından yaratılgan zulmat, qarang'uliq sözü 50 necha yerde tilg'i elinadi. Dillar tarixi zalimlarning Allahqa, payg'ambarlarning zalimlarga qarshi isyon qilish tarixidir. Fir'avn Allahqa qarshi isyon qilgan zalimdir. Musa Fir'avnga qarshi isyon qilgan payg'ambardir. İslam zulumga qarshi isyondir. Chunki İslam dini zulumga qarshi kurash uchun tug'ilgan va zulumga qarshi kurash jarayonida zo'raygan dindir. Qur'oni Karim oldi bilan zulumga qarshi yondirilgan mash'aldir. Muhammad alayhissalom faqatla Ka'badagi 360 butni pachaqlab tashlash uchun emas, balki yer yuzidagi zulum ustiga qurilgan barliq tuzumlarni chiqib pachaqlab tashlash uchun kelgan payg'ambardir. Ziminda bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishingni iroda qilamiz. Qasas surasi 5-oyat. Bu oyat Allahning payg'ambarga bergan va'dasidir. Islom payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomning hayoti zulmga qarshi kurash qilish, zulmga uchirgan mazlumlarni ozodlikqa chiqarishga beg'ishlangan hayotdir. Agar söyümlük payg'ambarimiz bugun hayot bo'lgan bo'lsa edi, oldi bilan yer yuzida eng dahshatlik zulmga uchrayotgan Uyg'urlarni ozod qilib, hurriyatga erishtirishni eng birinchi vazifasi qilgan bo'ladi. Ey Uyg'ur musulmon, sen Rasulullahning bir ummati bo'lish supating bilan o'zingning, oilangning, diningning, vataningning, millatingning ozodligi uchun qanchalik his qo'shding? Yoki qo'shish irodang bor? Bu savolni oldi bilan vijdoningdan so'ra. Namozlarda Allah bilan yuzma-yuz turg'iningda Allahning qalbingni ko'rib turdiganligini unutma. Qur'onning bunu oyatining mazmunini mutolaa qilib ko'rayli. Ey mu'minlar, sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam berdi. Muhammad surasi 7-oyat. Qudrati tangdoshsiz bo'lgan Allah qandoqcha ojiz insondan yordam talab qildi? Nima uchun? Allahning insonning yordamiga ehtiyoji bormi? Bu qandoq yordam? Bir muncha musulmon din ahli bu savolga javob bera olmaydi yoki xato javoblaydi. Oldi bilan Allahning dushmani nima degan savolga javob tepilishi lozim. Allahning dushmani zulumdur. Shuning uchun insonlarga qilingan zulmga qarshi kurash qilishning o'zi Allohga yordam qilganlik bo'ladi. Qur'on yer yuziga adolat o'rnatish uchun tushirilgan kitobdir. Kufr ustiga qurilgan tuzumlar mavjud bo'lib tura olishi mumkin. Chunki payg'ambar alayhissalom o'z vaqtida
küpür üstüge kurulgan bir kısım devletler bilen kelişim hasıl kılgan. Bugün mu musulman devletler, musulman bolmagan devletler bilen diplomatik, dostluk münasebetlerini davamlaştırıvatıdı. Biroq zulüm üstüge kurulgan tüzümlerinin mevcudiyetiga boyun egish, yordam berish Allahning irodasiga xilofdir. Chunki zulüm Allahning düşminidir. İnsaniyetning düşminidir. Allah erkin yaratgan inson ruhi zulümni rad qiladi. Zulümni qo'lidagi bilayzuk deb xo'shallanguchi insonning boyun turqiga oshiq o'kizdan hech bir farqi yo'qdir. İnson ruhi yangi tarixiy davrlarning yoritilishining motor kuchidir. İbrahim alayhissalom Allahni rad qilgan dadisiga qarshi isyon qilmagan bo'lsa, Musa alayhissalom o'zini beqib cho'ng qilgan, ammo o'zini Allah hesaplaydigan Fir'avnga qarshi isyon qilmagan bo'lsa, İsa alayhissalom Tavratni pul tepishning sarmoyasi qilib olgan Yahudi xoham, ya'ni Yahudi dini mollalarga qarshi isyon qilmagan bo'lsa, Muhammad alayhissalom jaholat asabiyligi bilan yavoyi va bid'at hayot odatlarining boyun turqi ostidagi qavmi Quraysh zolimlarga qarshi isyon qilmagan bo'lsa, insoniyat madaniyati yangi pallalarni halqib o'tib, bugungi davrlarga kelishi mumkin emas edi. Bid'at, fosiq, buzuqchilikqa patgan o'z zamonidagi madaniyat markazlaridan nihoyatda uzoqda bo'lgan qaloq, butparast Quraysh qabilasi kichikkina shahar bagligi bo'lgan Makkada yashaydi va Ka'bani onadan tug'ma qip yalang'och cho'gilab butqa ta'zim qilishni ibodat hisoblaydi. Ana shundoq bir ozg'un jamiyatda Muhammad alayhissalom Qur'ondan iborat nur orqali jahiliyat qorong'uligiga qarshi isyon bayrog'ini ko'tarib chiqqanligi uchun Arab yerim orliningla emas, dunyo tarixining yo'nalishi o'zgardi. İnsaniyat yangi bir madaniyat davriga kirdi. Muhammad alayhissalom Makkani tashlab Madinaga hijrat qilib chiqqan Hijriya 622-yilida bir necha yuzli kishini fath qilg'ili Makkaga kelganda bosh qo'mondan Muhammad alayhissalomning qo'mondonlik ostida 10 mingdan ortiq islom mujohid qo'shini bor edi. Miladi 632-yili Söyümlük Peygamberimiz vafot bo'lganda Janubiy Arabiston islom bayrog'i ostida birlashib bo'lgan edi. U kunlarda Arab yerim orolining shimolida Sasanilarning kuchlik Pars imperiyasi, g'arbiy shimolda poytaxti Konstantinpol, ya'ni Istanbul bo'lgan Sharqiy Rum imperiyasi bor edi. Har ikki imperiya madaniyat, askariy kuch va davlat boshqarish tajribasi jihatda mutlaq ustunlikda edi. Musulmonlar oz va askariy kuchi intayin yetarsiz edi. Onun ustiga Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan, musulmonlar motam qayg'usida edi. Musulmonlar dunyoda yetim va ojiz bo'lsa-mu, biroq ularning qo'lida Allahning Qur'oni bor edi. Shunga miladi 642-yilga kelganda Mesopotamiya, Suriya,
Palastin, Misr qatarlıq dövlətlər İslam armiyası tərəfindən fəth qılınıb bulunğan idi. Miladi 711 yılğa kelgəndə Şimali Afrikanın tamamı İslam xəlifəligi təvəllükiga ötüb bolğan bulub, İslam armiyası Həbəşistan bilan İspaniya arasındakı cəbri tarix boğuzidan ötüb, Vizgut padişahlıqını tarmar qıldı və davamlıq Avropaның yuqur tərəfiga qarab ilgirledi. İspaniya zəmininin həmmisi musulmonlarning qo'liga o'tdi. İspaniyada azan sadası yangramagan birmi shahar, birmi yezi qolmadi. Payg'ambar armiyasining Fransiya zaminida ilgirlayotgan qo'shini tunji qatim 732 yili Tur urushida Fransuz armiyasi tarafidan qisman chekindirilganga qadar hech bir urushda orqaga chekinib boqqan emas. Bu yillarda İslam armiyasining bir qismi O'rta Osiyo va Hindiston taraflarda sur'at bilan ilgirlayotdi. Atlantik okeandan Hindiy okeanigacha, Yevropa, Afrika, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, hatto Sharqi Osiyogacha islom dini sur'at bilan taraldi. İspaniyada qurilgan Andalus davlati musulmon dunyosi uchun bilim ahli yetishtirib berishda g'oyat zo'r tarixiy rol o'ynadi. Xristian dunyosining birlashma armiyasining to'xtovsiz va shiddatli hujumi ostidami islom armiyasi Yevropada 700 yil put terab turdi. İslam dini nima uchun 2-3 asr ichida butun yer sharida bunchavala tez va keng ko'lamlik g'alabaga erishdi? Chunki İslam barg'anli yerda zulm qal'alarini pochaqlab tashlab, erkinlik, adolatni barpo qilganligi uchun. Qulluq tuzumni bekor qilib, insonlarning haqiqiy barobarligini kapolatga ega qilganligi uchun. Zulmga qarshi isyon, yangi bir zulmni elib kelish uchun emas, abadiylik, adolatni kapolatga ega qiladigan Qur'oni Karimni akelganligi uchun ana shundoq mo'jizaviy, olamshumul tarixiy g'alabalarni qo'lga keltirdi. İman bar yerda zulm bo'lmaydi. Zulm bo'lgan yerda iman bo'lmaydi. Shuni bilishimiz lozimki, ko'plagan musulmon davlatlardagi diktator, mustabid tuzumlar qonunlarning manbasi Qur'on ekanligini ilgir sursimi, amaliyotda Qur'onni musulmonlarga zulm qilishning vositasi qilib kelmoqda. yoki musulmonlarga zulm qilgan zolim, qonxo'r tuzumlarga yon tayoq bo'lmoqda. Bularning ba'zilari o'zlariga halokat, xalqlarga baloyi ofat elib keldi. Zulmga itoat qilish bo'lsa, zulmga o'rtaq bo'lganlikdir. Fir'avn qavmini qo'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Bu jumlaning asli mazmuni Fir'avn qavmini kamsitib xo'rladi. Qavmimi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ularni biz keyingilarga namuna va ibrat qildik. Zuhruf surasi 54-55 oyat. Bu oyatda Fir'avnning qavmini, ya'ni xalqini xo'rlab ezishi bilan qavmi
ya'ni xalqining uningga itoat qilish orasidagi munosabat bayon qilinadi. Oyatning davomida ular haqiqatan fosiq qavm edi deb yakun chiqariladi. Bu oyatda xalqning zolimga qarshi chiqmay, balki itoat qilishi, Allahni darg'azab qilganligini ko'rib olish mumkin. Oyatda zulmga itoat qilgan xalq zulmkor bilan billa Allah tarafidan halok qilinganligi bayon qilinadi. Nima uchun? Keyingilarga namuna va ibrat bo'lsin uchun. Chunki o'zini Tangri e'lon qilgan Fir'avnni Tangrilik darajasiga ko'targanlar. U zolimning zulmini tortgan va texmi qattiq zulm qilishidan qo'rqib, xushomat yo'lini tanlagan xalq edi. Fir'avn va qavmining cho'nglarining o'zlariga ziyonkashlik qilishidan qo'rqqanligi uchun qavmi orasidan bir qism yoshlardan boshqalar Musoga ishonmadi. Chunki Fir'avn o'z zamonida haqiqatan mutakabbir edi. Haqiqatan haddidan oshgan ozg'un edi. Yunus surasi 83-oyat. Fir'avnlarni yaratquchi omil xalqning qulluq psixologiyasidir. Qul mavjud bo'lmasa edi, quldorlar mavjud bo'lmas edi. Oyatda Musa payg'ambarga ergashganlarning faqatla bir qism yoshlar ekanligi ko'rsatilgan. Bugungi jamiyatdami zulmga qarshi ko'krak kerib chiqayotganlar yoshlardir. Allahning qirib ketganlarni u dunyoga elib ketib, yangi bovoqlarni bu dunyoga so'q qilganligining hikmatimi bu sababdan bo'lsa kerak. Namoz faqatla boshning yerga usishi emas, balki Allah bilan yuzma-yuz didorlashishidir. Qalbning Allohga taslimiyatidir. Allohga taslim bo'lgan qalb hech bir zolim kuchga taslim bo'lmaydi. Allah mu'minlarni gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Maida surasi 2-oyat deb ogohlantirdi. Masjidda Allohga ta'zim qilib, tashqarida zolimga ta'zim qilish munofiqlikning alomatidir. Uyg'ur jamiyatida zulmga qarshi isyon bayrog'i ochqanlar bilan zulmni qo'llab, o'z qarindoshlarini kofirlarning do'zax o'tiga tashlash uchun yordamlashganlarning nisbati qanchalik? Zulm o'z beshiga kelmay turib, zulm chekayotgan qarindishini qutqizish uchun harakat qilguvchilar qanchalik bo'ldi? Qahramon o'q yeydi, balalari poq yeydi deydigan yerginishlik xalq maqolasini Uyg'ur millatidan boshqa qaysi millat ijod qila oladi? Yaqinqi tariximizda bosqinchi kofirlarga qarshi jang qilib o'q yegan son-sanoqsiz Uyg'ur qahramonlarining balalari poq yeganligi, hatto organ mafiyalarga setilganligi rost emasmi? Zulmga yantayoq bo'lganlarning o'zlari bugun qanday zulm ko'rayotidi? Sizlarga nima bo'ldi? Fikr qilmamsizlar? Saffat surasi 153-154-oyat. Zulm nima uchun Allahning dushmani? Chunki zulm insonlarning qadr-qimmatini, g'ururini oyoq osti qilg'uchi, ruhini, axloqini, xarakterini buzg'uchi omildir. Buzilgan insonlardan chirigan jamiyat maydonga keladi. Zolim tuzumlar faqat chirigan jamiyatdan oziqlanish orqali umrini uzartadi.
zulum erkinlikning düşminidir. Zulum erkinlikka silingan koyzi kishendir. Zulumdan zalim tug'iladi. Zalimning birdan bir ozuq manbasi zulumdur. Zalimning yaratidig'ini zulmetdir. Şuna Allah zulumni, zulum qilg'uchini, zulumga itoat qilg'uchini la'natlaydi. Muhammad alayhissalom erkinlikning simvolimi yoki salli yaktakning simvolimi degan uqumni musulmon dunyosi, jumladan Uyg'ur jamoati takror tafakkur qilish kerak. Davomi bor.